Assalomu alaykum kichik do'stlar. Bugungi anglaydigan cho'chkimiz o'rin tulki. Bir kuni tulki o'rmonlikda bir bo'riga uchrab qopti. U bo'riga: "Biz ikkimiz do'st bo'laylik. Birlikda bo'z yer ichib, yer terili" debdi. Ular o'rmon ichidan bir parcha yerni ochmoqchi bo'ldi. Tulki bo'riga: "Sen berib daraxt kes, men onu terib turay" debdi. Bo'ri toza kesishga boshlabdi. Tulki daraxtga yo'linib dam oldi. Yer ag'durilib bo'pti. Yerni teriydigan vaqt keldi. Ular bir tag'or bug'doy urug' setib oldi. Tulki yana: "Sen urug' salg'in, men berib qushlarni haydab o'tay. Bo'lmasa ular kelib urug'larni yeb oladi" debdi. Bo'ri durustda beshini langshitibdi. Bo'ri eg'ir tag'orni yurib urug' selishga boshlabdi. Tulki daraxtning kayniga mo'kilib rosa uxlabdi. O'rma vaqti keldi. Bo'ri bilan tulki birlikda bug'doyni urib to'shishga boshlabdi. Hamon tepadigan chog'da tulkining kallasiga yana bir xiyol keldi. U ayiqni yordamga chaqirib keldi. Ular hamonliq keldi. Bo'ri bilan ayiq hamon opdi. Tulki hamondagi mo'mi yog'ochning ustiga chiqib oldi. U pastga qarab: "Sizlar hamon olganda mo'mi yog'och bak silkinib ketadigan. O'rilib ketmasligi uchun men uni terib turay" debdi. Ayiq samimiy holda: "Bu mo'mi yog'och bak yomon ishkan. Sen terib tura olamsan" deb so'radi. Tulki: "Xotirjam bo'lgin, kerak yo'q. Tulki degan kishilik bo'ladi-da" debdi. Ayiq bak ta'sirlanib ketibdi. U ham yo'g'on, ham semiz quti bilan hamondagi bug'doylarni rosa dasabdi. Bo'ri ayiq dasab chiqargan bug'doy donlarini yig'ib, to'xtamay so'rishga boshlabdi. Tulki mo'mi yog'ochni yolg'on terigan bo'lib, ko'nglida toza xushal bo'ldi. Hamon erinib bo'ldi. Sangda mangan cho'ng duva, saman o'ttiranchi duva, bug'doy kichik duva qilinib, ayrim do'vilmoqdi. Tulki mo'mi yog'ochdan siyrilib tushib, ularni taqsim qilishga boshlabdi. Ayiqqa cho'ng duva berilsin, bo'riga o'ttiranchi duva berilsin. Mening jig'im hammadan kichik bo'lgandan menga kichik duva berilsin debdi. Taqsimot tugagandan keyin hammaylar yetib uxlabdi. Yarim kecha bo'lganda ayiq xotirjam yotolmay: "Mening qilgan ishim hammadan osturuqliq. Qandoq siga cho'ng duvani olaman" deb o'ylabdi. U bug'doy duvasidan yarmini usib olib, tag'orga qachalab, manganni qoldirib ketib qoldi. Bo'rimo xotirjam bo'lolmay: "Tulki shunchalik jiqish qilgan turuqliq nemishqa kichik duvani oladi" deb o'ylabdi. U qolgan yarim duva bug'doyni ilib, jimjitla ketib qoldi. Tulki uyg'onib qarasa, bug'doylarining o'rnida mangan va samanning turganligini ko'rib, ochiqlab, yig'lab ketibdi. Kichik do'stlar, bugungi cho'chkimiz mushu yergacha. Allohga omonat.